Har bir uy iliqlikdan boshlanadi. Har bir shahar esa uning ostidan o'tgan ko'rinmas tomirlar bilan tirikdir. Biz Vero Groupda ana shu tomirlarni ishlab chiqaramiz. Ko'pchilik uchun bu shunchaki quvurlar. Biz uchun bu mas'uliyat. 2025-yilda ishlab chiqargan quvurlarimizning umumiy uzunligi bilan O'zbekiston chegarasini naqd 6 marta aylanib chiqish mumkin. Bu shunchaki masofa emas. Bu biz yetib borgan xonadonlar qamrovidir. Zavodimizda har yili 40 million metrdan ortiq quvur ishlab chiqariladi. Har bir soniyada yurtimizning turli burchaklariga hayot va qulaylik olib bormoqda. Va eng muhimi, bu ko'rsatkich har yili 20% ga o'sib kelmoqda. Bizning Jizzaxdagi 7,5 gektarlik zavodimizga 11 ta xalqaro futbol maydoni bemalol sig'adi. Shu kenglik bizga har kuni 100 tonnadan ortiq mahsulotni qurilish obyektlariga uzluksiz yetkazish imkonini beradi. Bizda 350 dan ortiq turdagi assortiment mavjud. Eng murakkab, hatto imkonsiz deb hisoblangan muhandislik yechimlarini ham to'liq yopa olamiz. Bu quvvat ortida Germaniya, Italiya va Turkiyaning eng ilg'or uskunalari turibdi. Bizning omborlarimizda tayyor turgan mahsulot bir vaqtning o'zida 20 mingta xonadonni to'liq ta'minlaydi. Biz raqamlarni emas, insonlar ishonchini o'lchaymiz. Bugun O'zbekistondagi har 3-xonadonda Vero tomirlari oqib turibdi. Bu quvurlar orqali har kuni 500 million litrdan ortiq toza suv insonlarga yetib bormoqda. Bu 200 ta olimpiada standartidagi suzish havzasi. Bizning jamoamizda 40 dan ortiq turli kasb egalari, 400 dan ortiq oila a'zolari doimiy mehnat qiladi. Bizning mahsulotlar poytaxtdan 1200 kilometr uzoqlikdagi eng chekka qishloqlargacha yetib borgan. Bugun respublika bo'ylab 15 ming nafar ustachilangar Vero sifatiga tayanib, o'z mijozlariga kafolat bermoqda. Bizning geografiyamiz Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Afg'onistonni bir nuqtada birlashtiradi. Har yili 1600 tonna mahsulot to'g'ridan-to'g'ri qo'shni davlatlar sarhadlari tomon yo'l oladi. Bu har yili zavodimiz darvozasidan chiqib ketadigan 80 ta ulkan yuk mashinasi. Vero mahsulotlari bilan to'ldirilgan eksport karvoni. Bizning 50 yillik kafolatimiz bu 18250 kunlik uzluksiz xotirjamlik. Biz laboratoriyada quvurlarni -20 dan +95 darajagacha bo'lgan haroratda sinaymiz. Standart bo'yicha 10 atmosfera yetarli. Vero quvurlari 65 atmosfera bosimigacha chidaydi. Ichida cho'kma hosil bo'lmaydi, chunki biz yuqori molekulyar polimerlardan foydalanamiz. Bugun O'zbekistonning eng yirik 20 ta qurilish loyihalaridan 90% bizni tanlagan. Tashkent City va Nest One kabi yirik loyihalar bizga ishonadi. Har yili 5000 ga yaqin tadbirkor va kompaniyalar biz bilan hamkorlikda o'z biznesini qurmoqda. Bizning ishlab chiqarish jarayonimiz tabiatga zarar yetkazmaydi. Chiqindilar to'liq qayta ishlanadi. Bugun 20 mingdan ortiq professional bizni tavsiya qilmoqda. Vero, bu shunchaki quvur emas. Bu barqaror hayot nafasi.